Endi şu bir Müslüman yani özü kelgen bu uçurgan musibetlerinin sınaq mı yoki jazo mı bunu qandaq belgili oldu? Tabii halatda bu jiq adamni o'ylaydigan bir savolimiz. Bir musibet kelgan bo'lsa, bu Alloh meni sinov o'tamdi yoki bo'lmagan bo'lsa, men jazo sutdi-da. Mush musibetni berdimi degan bir savol. Endi yuqori deganimizdek sinoq insonga har xil shaklda keladi. Ölüm bilen keladi, açıcılık bilen keladi, kambag'allik bilen keladi, ijtimoiy o'rniniki o'zgarish bilen keladi, vatansizlik bilen keladi, sargardonlik bilen keladi, tijoratda ziyon tortish bilen keladi. Demak, bu sinoqning turlari oyat karimda bayon qilgandek, "Wala nabluwannakum shay'un" bu jiqmadi. Endi biz bir musibat duch kelsak, bu azobmi yo jazomi yoki bo'lmasa Alloh meni sinov o'tamsa, buni bevosita belgin olgan ikki yo'li bor. Gerçi yollarcı koygan basma aşkara enak bilgin olgan iş yolu. Birisi bizden halimiz karşımız lazım. Özümüzden hali. Şunda sorgan kişi. Men günah masiyet kılıvutamdı ben kılmavutamdı. Kabayır şekildeki. Allah toskan, peygamber toskan, İslam'daki prensibi zıt kıldıgan günah masiyet. Kılıvutamdı ben kılmavutamdı. Allah bazı insanların bulunsuna. Eğer bir insan musibet yaptı. O insanda günah masiyet köp boğan bolsa, Allah'ınki Resulü bo'lgan asilik ko'p bo'lgan bo'lsa, ijtimoiy jihatdan bir mas'uliyatsizlik bo'lgan bo'lsa, buni qo'shish lozim bu yerda. Desam, men faqatlam 5 vaqt namoz ishim joyi deyishim mumkin. Angsizlik bo'lsa, haq yo'lida mustahkam turamasa, o'zining e'tiqod ruhi bilan, aqid ruhi bilan yashamayolmay qolib qolsa, u vaqtda bu kishiga nisbatan u musibat nima hisoblanadi? Jazo hisob. Demak, men gunohim sababidan jazolanibdiman deb munda o'ylash lozim. Chunki Qur'onda "Va ma asabaka min musibatin fa min nafs." Sana bir musibat kelgan bo'lsa, o'zingdan ko'p buni. Sababchisan de. O'zing teridan buni de. Chunki Allohning maqsadi insonlarni qishnash emas. İnsanlarni azoplash. Alloh qonuniyat aniq bayon qildi. La in shakartum la azidana. Agar siz to'g'ri yo'lda mansanglar, ishlar hammasi muvaffaqiyatli, unumli ma'noda. Demek bir yer bir insan bir musibet yoluqdi. Onun hal ahvali qarşı günah masiyet to'shab ketgan, kufrliklar to'shab ketgan, fasiqliklar to'shab ketgan, xoinlik, satqullik, musulmonlarga ziyonkashlik, islomning qimmat qarshiga dushmanliklar to'shab ketgan bo'lsa, bu kishi o musibatni nima deb tushunish lozim? Allohning menga bergan jazosi deb tavba qilish lozim, oxiriga yetish lozim. Bu bir yo'l. Ikkinchi bir yo'li, bir odam yaxshi bir odam. İbadetler joyida, aqidasi joyida, mas'uliyatchan. O'rnimiz. Mas'uliyatni shaxsiy, ijtimoiy mas'uliyatni qildi, yaxshi bir odam. Nega unaqa nima keldi desa, sinoq keldi. Sinoqning turi jiq. Ba'zi salbiy ishlar sinaydi, ba'zi ijobiy ishlar bilan sinaydi. U vaqtda o inson buni nima deb tushunish lozim? Allohning menga bergan sinoqi deb tushunish lozim. Yana qisqartib aytgan vaqtida bir odam ibodatlarni joyida qildigan, aqidasi sog'lom, ibodatni joyida qildigan, axloq go'zal, shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyat ruhiga yani faaliyetcan, aktif, İslam'daki avantgard askerlerden birisi. Şundan to'g'riliq bunga nima kelgan bo'lsa, bir sinoq kelgan bo'lsa, yoki bir musibat kelgan bo'lsa, nima deb tushunish lozim desa, bu odam zohirda bo'lsin yoki o'zining altida, yushirin altida bo'lib qolsin, yaxshi bir banda, mas'uliyatchan bir banda, aktiv bir banda, islomning bir askari bo'lishi yaraydigan. Bu odam uni men bir sinoq keldi deb tushunish lozim. İmtihan. Allah buni orqali uningki maqomini oshirdi. Hatalıklar olğamız hadis-i şerif degende ona yo'q dedi. Eğer bir insan fasık insan bo'lsa yoki bir asi insan bo'lsa, İslamning ishida ibodatni qiladi, lekin nima bilsa unada gunoh mi bildi? Bu xil odat bo'lib qolsa, asi yoki fasıqlik bo'lib qolsa, bu odam buni nima deb tushunish lozim desa, Allohning menga bergan jazosi deb darhol o'zini tekshirish lozim. Özüne mizanga, taraziga serish lazım. Bunun bilan bir adam o'zi kelgan ishninki, musibatninki sinoq yoki jazo ekanligini bu tarozi serish orqali his qiladi.